Diqqat, O'zbekiston fuqarolariga xush xabar. Endi barcha fuqarolar 893 ming so'mdan oladi. Uni qanday va qanday tartibda kimlar olishi haqida videorolikda tushuntirib o'tamiz. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Diqqat qiling, O'zbekistonda endi bola tug'ilganda beriladigan 893 ming so'm suyunchi pulini uyingizdan chiqmasdan olishingiz mumkin. Buning uchun telefoningizda App Store yoki Play Market ilovasidan Xazna ilovasini yuklab oling. Xizmatlar bo'limidan ijtimoiy xizmatlar bo'limini tanlang. Shundan so'ng esa suyunchi puli bo'limiga o'ting. Agarda sizning xazna ilovangizga plastik kartangiz ulangan bo'lsa, pul sizga avtomatik ravishda o'tkazib beriladi. 2024-yil 1-apreldan boshlab birinchi farzand uchun barcha ayollarga suyunchi puli to'lanadi. Uning miqdori 893 ming so'm. Ikkinchi farzand uchun esa ijtimoiy himoya yagona reyestrida ro'yxatda bo'lganlar uchun to'lab beriladi. Suyunchi pulini bola tug'ilganidan boshlab 6 oy ichida olishingiz mumkin, deyiladi xabarda. Videorolik ostiga like bosib, videoni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.